Bismillahirrohmanirrohim. Allohga hamd, rasuliga salovat va salomlar bo'lsin. Amma ba'd. Assalomu alaykum. Bizni tinglayotgan Meros markazimizning muxlislari, xolis mo'min musulmon birodarlar. Men bugun Mirziyoyevga ba'zi bir fikrlarimni aytmoqchiman va men bilaman, baribir bizni bu harakatlarimizni, masalan, Mirziyoyev va uni hukumati inobatga olmaydi, e'tiborga olmaydi. Allohu alam. Ular o'zlarini demokratmiz deb hisoblaydi. Har holda konstitutsiyada shunday deb yozilgan. Lekin demokratik yo'l bilan kurashishga imkon bermaydi. Bizni qilayotgan ishlarimiz, bizni qilayotgan namoyishlarimiz, bizni talab qilayotgan narsalarimiz shu demokratik yo'llar bilan kurashish bu. Hukumatdan talab qilinadi shunday. Nozo'ravon yo'llar bilan kurash qilinadi. Bu endi demokratiyani talabi shu. Va O'zbekiston ham demokratik davlat go'yoki. Ammo real hayot shuni ko'rsatadiki, bular hech qachon buni tan olmaydi. Bizni bunday harakatlarni, bizdan oldingi harakatlarni ham tan olinmagan. Mana Karimov davridagi erk, birlik va hokazo shunaqa demokratlar bo'lgan. Endi shu narsa aniqki, ming afsus, buni o'zi hayot ko'rsatib turibdi. Bular kuchni tan olar ekan. O'zbekiston hukumati Afg'onistonda toliblar iqtidorga kelgandan keyin ular bilan yaxshi aloqani qilyapti hozir. Toliblar Toshkentga kelib ketadi.